E'tibor bergan bo'lsangiz, mana shunaqa samimiy tabassum qilayotgan insonlarni oxirgi paytlarda faqatgina reklamalarda uchratyapmiz. Hayotimizda shunaqa bir narsa yo'qolib boryaptiki, buni oqibatida atrofdagilarni tushkun kayfiyatda ko'ryapmiz. Hamma asabiy, hamma alamzada, hatto chorrahada saruvchiroqdan keyin yashil yonishini uzog'i bilan 3 soniya kuta olmaydigan darajada toqatsiz bo'lib qolyapmiz. Undan ham yomoni bo'lsa, bu narsa nafaqat bizning xarakterimiz yoki kayfiyatimizga, birinchi o'rinda sog'ligimizga ham zarar beryapti. Erkaklardagi jinsiy zaiflik, gormonal o'zgarishlar, teriga ajin tushib, qarish jarayoni tezlashishi, aqliy faoliyat va xotiraning zaiflashishi, kundan kunga odamlar orasida semizlik ko'payib borayotgani, immunitetning keskin tushib ketishi, hattoki tibbiyotda haligacha davosi topilmagan qandli diabet kelib chiqishi ham aynan u bilan bog'liq. Aslida ko'pchiligimiz uchun ahamiyatsizdek ko'ringan bu narsaning yetishmasligi miya va yurak faoliyati